Guli qaysi viloyatdansiz deydi, Samarqand. Oilalimiz deydi, ajrashgan. Yaqinda ajrashibsiz-da turmushingizdan. Ha, Men Kadanga turmushga chiqqanman. Ishda yashayman, o'shada uy qilganman, hozir Kadandaman. Kadanni bilasizmi? ha, bilaman. Guli emizsa ham bolangiz deydi. Emmaydi, kasha ichadi. Kasha ichgisi kelmayapti, qorni to'q. O'zi injalik qilyapti-da. Voy, erkatoyim. Bittami farzandingiz, Guli? Bitta, birinchisi shu. Polvon tepa, siz chegarada emas ekansiz-da, polvon tepadaman Chegara deydi. tabak. O'sha Polvontepa oldi-yu, pashti. Polvontepadan sal o'tadi. O'sha 36-maktab yonida-da. Archalar sotadigan joy bor, bilasizmi? Archalik ko'cha. Narpagami? Narpa emasmaydi? O'sha tomosh qilib Narpay deyiladi. Yo, Buxarskiy u yoqda qolib ketadi. Polvon tepada, keyin polvon tepa, keyin charxim bir bola bo'lib ketadi-da. Mencha bilmayman. O'zim Kattaqo'rg'ondanman-ku. Erini siz ko'rmas tanimas ekansiz maktab. Siz Bekzod akalarni o'sha tanishingiz mumkin, kamazizlar. Lekin men siz ko'rgandayman qat'iyadir. Men anaqaya turganman. Bundan o'qishda o'qib yurgan paytim ayam bilan domda turuvdi. 2 man. Nima, Erkashota bor-u, o'sha yerda 12 tashkala bor. O'sha yerga turuvdim. Men anaqa onam bilan 12 tashga turganmiz. Qachon turgansiz? Endi turmush chiqib ketganman-ku bittadan önce. Domda. Munisalar bor? Taniyman. 3-etajga turadimi? Semizroq ayol. Ha, taniyman. Chiroyli oppoqda. Oppoqda taniyman. Malohat degan domko. Bitta o'g'li bor. Bitta o'g'li bor, ikkita qizi bor Munisani. Shunday ya. Taniyman. Men tanimagan odam yo'q. Eshitib qolmasin yazagan. Sen odam emassan deydilar. Hozir. Nima debdilar, meni o'g'ilga qo'ymoqchimisiz-da? Voy. Yo'q, hozir o'zi nechinchi yilsiz? 19. Yosh ko'rinayotgansiz, vobshi. Qaysi nomardni Shirintoyga ko'zi qiyibdi deb savol berdim-u. Ko'chada o'ynashlarga ko'z qiygan. Yo'q, ayni men xafa bo'laman. Xo'jayingizni aytyapman, xo'jayingizdan jahlim chiqdi-da. Qo'yavering aka. Shaxsiy hayotimni gapirgisi kelmaydi, Guli. Zerikadi odam. Zerikdim mendan ham so'rashlardim. To'g'risi. Menga o'zi qizlarim dadasi uy, joy, mashina hamma narsani qilib bergan. Dadam familiyasini berdim, tug'ilganini aytmadim. O'sha qornimda 1 oylik payt ajrashib ketdik. Ko'rmagan ham tug'ilganini bilmaydi ham. Nima deysiz, Daston aka? Ismi. Mustafa. Taqdir qilmagan ekan. Shunaqa bo'ldi. Ha, shunday shart emas. Ota ham kerak emas, bunga familiya ham kerak emas. Endi. O'zi erkak bo'lsa buni. Erkak bolaga nima kerak? Qiz bola bo'lsa qiynaladi bo'ldi. Yoniga suyanchiq otasi bo'lsin, erkakka nima kerak? Jinni masala balkon. Ozginadek Mustafa. Jinni masala. Men hozir akaizmi bormi? Akaizmi? Akam ham Akalaringiz. bor, ikkalasi ham. Yaxshi, 2ta tog'iz bor ekan. Taqdirda qo'yavering. Perchatkachasi yo'qmi qo'lida? Perchatkasini o'qib qo'ying, yuzini tiladi. Bor bittasida, mana bittasini yechib tashladim. Men o'g'ilchaga anosini kiydirib qo'yaydim, o'zim naskichasini kiydirib qo'yaydim. Pershatka chiqib ketaveraydi, naskichani kiydirib qo'yaydim. Maskisidan havo o'tmaydi, hozir ob-havo ham вообще issiq. O'shanga ishtoncha ham kiydirganim yo'q. Tanish insonlar keldi, Nodir aka, assalomu alaykum.